Cobalt avtomobilining MCM variantiga metan gaz qo'yish yoki propan gaz qo'yish endi problema emas. Chunki programma pрошивкалari chiqdi do'stlar. Birinchi bizda, keyin boshqalarda. Xo'p, qo'yilgan jihozlarimiz ko'rishingiz mumkin. MCM variant metan iste'mol qilindi. Original Polsha miya elektron sistema maptach tuchatilgacha Polshaniki. Farsunkamiz ham original 01 Polsha farsunka, original Action kompaniyaning X reduktorlari bilan legendarniy qilib 90 talik gaz balonni dirs joylab qo'ydi. Programma pрошивка, motor korobkasiga ham programmalari qilib berildi do'stlar. Kimga shunday sifatli, ishonchli tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Bu komplektatsiyani narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan tashqari, chunki barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz uстановка xizmati mavjud. Xoh u Malibu bo'lsin, xoh Cherry bo'lsin, xoh Labo bo'lsin, xoh 10X bo'lsin, xoh bular Cobalt MCM yoki oddiy Cobalt bo'lsa ham yoki Nexus 2 Legenda bo'lsa ham farqi yo'q.